Sobo sabariya baxshibimi bu Sibil labarni bang sobo aballi bang labarni bang javob baba bebek kabaldi be do'stlar yaxshimi aldoqdim biyaribchiga qilib bir zopin chiqarib qo'ysam inkas rayoni qaynab ketdi ya nurg'un do'stlar debdi biz kichik vaqtimizda mishtaq paranglashatdi qancha bolaligim nasab qoldim deb bizdan do'stlar ba'zan palin xo'lab bekka eran qapti men bekor yashabdim hayotimda mana gapni anglab boqmabdiman deb anan keyin ba'zilar debdi buni g'o'ljilik qilalam deyalaydi desa yana boshqa ma'lum bir yurt qilalam deyalaydi boshqalar deyamaydi deb yana ba'zilari bu tojikchimi siz tojikmi deb boshlabdi lekin men ayrim xat yozganlarmi bor bu zotda qandoq til kelmish to'g'ri bir tushuncha bergan bo'lsangiz deb hattoki men o'gitib qo'ygan bo'lsangiz mening o'rgangim bor deb yozgan do'stlar bor endi men bugun shu zo'r berimda besh biyaribchi to'g'risida azroq gapirib beray endi men palin xo 88 dan mening boshlang'ich 4-yillik vaqtlarimda bo'lsa kerak shu vaqtda ma'lum nurg'un bola bilan o'ynaydik şu aramızda çoğunlarımı kiçiklen batdı. Şu vaxtki çoğunraq hesablanan çocuğun kardeşler menen çoğun adamlar müşkil tilde paranlaşadı da bular müşüb bir arabçada acayip sırdışat deyip. Bularning gapini biz endi oturup qarab tushunamadik da. Şunun bilan men bir gapga hayron qoldim. Nimda payzi tilde paranlaşadı bular deb. Chet tilda o'xshaydi deb qoldim da, qarsam yo inglizchaga o'xshamaydi. Lekin birga jilib ketdim. Nimish men tushunamayman bu gapni deb. Bu nim degan gapsak bir arabcha gap deb kulib ketdi-da. Ular qat'iy o'git qo'ymaydi. Ammo shu chaqda bildiganlar, bilmaydiganlarni sabarabang çobuş qaba deb boshladi-da. Degankin mushu sabarabang çobuş qaba degan gapni anglab shu ikkisini tushunaldim, qolganini tushunamadim. Sabarabang ansam sarandaylik qishlik tushungil bo'ldim. Deblan kulib ketdi bular. Shundan tutdi deb bu necha kunduz o'ylandim bu tutira deb mushu sabarabang çobuş qabani qog'oz yuziga yezib, men buningga oxiri mushu grammatikalik bir formulasini xulosalab chiqdim, tepib chiqdim. Tepib chiqib shu bo'yicha topbaqsam men buni aytib to'g'ri ham mükemmel diyelim de bunu. Aslında bu mundaq nəskəndə deb. Amma ular özlərinin şu biyaribçi deyilkən onun da başqa talğısını oxumaydı ikən də. Ankin mən qarsam bu tilni mening 50-neçə yaşlar çamısıdki kiçik apamı bildik ya. O mu deydi mənə? Oy sən qanday bilsətsəm, oy bizim kiçik vaxtımızda müştə paranlaşatdıq deb. Demək bu gap uzun yıllardan beri ba gap. Mişində qulaqdan qulaq anlap ankin bizlər yetib gəlgəndə mənim də bu hazırki yaşanan arsıda bək kiçik bolsa jolin xola bilə doğumuz biz palin xola bilmsə olusam inkas rayonu qarsam lin xola bu baqiya bunu biləlaydigəndə hayran qaldım. Endi do'stlar bu qandaq til deganda rostga qilsam men bu zodi qandaq til kim ijod qilgan qandaq bo'lib bizlar o'rganib qolgan men uqmayman. Ama inkas rayonida Şinjan televiziya stansiyasidagi Adiljon degan yasachakimiz yozib qo'yibdi. Bu tilni burun tarixda savdogarlar oltin savdosi qilgan chog'da ishlatdi. Mishta maxfiy gaplarni qilish uchun mishta tillarni ishlatdi deb boshlabdi. Deganda ya deb endi men bu tilni faqat Uyg'urlar bilan biladigan o'xshaydi deb o'ylasam bunda qish bo'lgan. Oliy maktab vaqtimizda biz bir yerga tamoq yeyib kirdik. Uca bizning ustalikka necha do'stimiz hammamiz mushtaga qilib paranglashdik-da. Bir narsani deyishayotganmiz, bir g'aybat qilayotgan bo'g'aydiqmi. Shunda yoniga ustalikka birsi qarzamliq chetalik. Unda qardi bizga. Bu bitar bizning gapimizni tushunamay qaratamdi deb o'ylabdik. Birdan kelimiz kelib, men sizlarning men gaplarni tushunaldim deb boshladi. Davlat tili dedi-da bu. Bek hayron qoldik. Sen nalik buni qanday tushunding desak, men Ozarbayjon dedi. Sizlar Ozarbayjonmi mushta paranglashamsizlar desak, ha bizning arimizmi mushta paranglashalarga ba. Shuni men sizlarning nim deganlarni tushunaldim deb kulib ketdi-da. Deydi ha deb anonga qaragan bu biz Uyg'urlar bilan bilgan tillar emasga deb anonga o'yladim. Rosa tarixdan boshlab burun cho'nlamishda paranglashagan bo'lsa, bu avloddan avlodga kelib, lekin bizlarga kelgan o'xshaydi deb tushundim-da. Anonga do'stlar, men ziyaribchiga qila olaydim yoki boshqa arabchiga qila olaydim degan do'stlar bor ekan. Endi buning formulasini men yakunlab chiqdim dedim-ku. Buning formulasiga biyaribchi emas, xalqan bir uzuk tavushni salsangiz bo'laveradi. Masalan, mening ismim Zuhra. Biyaribchi desam Zubihraba. Men buningga gin salsam Zubikraga, zin salsam Zuzukrazada sağıl buldu ham uzuk karab. Amma mish bi degan harfni salsak, ang shum kodamda ang deyish oson bo'ldi. Endi men bu tilni nihoyat tez, to'g'ri o'lchamlik deya olmayman-da. Amdilik qo'ygan vaqtlarimizda maktabda ingliz tili davlat tilini o'rganish ig'ir kelgan vaqtlarda o'ylab ketdim-da. Shu dunyoning o'rtaq tili ingliz tili bo'lmay, shu biyaribchi bo'lib qolgan bo'lsa, qancha yaxshi bo'ladi deyman, xalq oraliq tilshunos bo'lib ketdim-da deb. Chunki men buni qonuniyatdan bilib olgankim, men davlat tilini misol olayman bunga, ingliz tilini misol olayman buningki formulasiga. O'zim bildigan tilni misol olayman-da. Maktab vaqtlarimizda yaqin do'stlarimiz bilan mush tilda paranglashatdik-da. Masalan, mening bir yaqin do'stim bu gapni deyish uqmaydi ekan. Uning bilan maxfiy paranglan qilgan chaqda quloq pichirlasaqda hissat turdik-ya, xatizi saqti xabsiz shunaqa. Mikila adashda men bunga shu formulasi bo'yicha o'qitib qo'ydim. Uni aytib tez o'rganib oldik. Shunda biz adamlar bayadmi, xalqancha g'ayrat qila oladigan maxfiy gaplarimiz qila oladigan bo'ldik-da. Endi bizning boshqa savodashlar bo'lib o'g'il bolalar anglab tushunamagan sir jilib ketdi yoki hayron qoladi. Bu tuzuk gaplarni qilsizlar deb. Chunki ba'zi bolalar asta deb basak tushunti, tez desek tushunamaydi-da. Biz pek tez deyalaydik bu gapni.